juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lib turgan. Ya'ni uy joyingizga qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqangidir tashkilotlardan ruxsat olish kerakmi, yo'qmi? Bu uyda men 50 yildan beri yashab turgan bo'lsam, bu o'zimning uyimga ham yana bir ruxsat olamanmi deydigan savollarga bugun to'liq mana YouTube'da javob beramiz. Bunga bizga o'zimizda rishtonimizda arxitekturani boshliqlari yonimizda turib, mana shu bizda global savollarimizga xudo xolisa to'liq ma'lumot bo'ladi. Aka, bu o'zimni tasavvur qilaylik, o'zimni xonadonim 50 yildan beri ota xonadonim yashab kelyapmiz. Mana shu joyga qanaqangidir hojatxona yoki naves yoki mehmonxona qurmoqchi bo'lsam, o'zimdan o'zim qurilish materiallarini olib kelib quraveramanmi yoki qandaydir bir davlat idoralaridan ruxsatnoma olamanmi? Hozirgi kunda masalan, avvalambor assalomu alaykum. Turar joylarimizga shunaqa savollar o'zi ko'payib ketdi. Hozirgi kunda turar joyini o'zi yeri ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, avvalo unga texnik loyiha qilish kerak. Xususiy tashkilotlardan necha xona uy qilmoqchi bo'lsangiz, masalan 2 xonami, 3 xonami, 1 xonami qilmoqchi bo'lsangiz ham iloji boricha o'sha yer ro'yxatdan o'tgandan keyin bitta texnik loyiha qilib, tuman arxitekturadan loyiha kelishuv qilib olish kerak. Agar qurilishni boshlashdan oldin, avval agar mabodo o'zingizni yashash turar joyingiz bo'lib turib, agar u joyga siz magazin yoki boshqa narsa qurmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz turar joyingiz bo'lib turib, unga ruxsatnoma olish kerak. Masalan, shunga adashtirib unga ham biz beramiz. Masalan, ruxsatnomaga unga adashtirmaslik kerak, loyiha kelishish bor, ruxsatnoma olish bor. Odamlar hozir ruxsatnoma olish kerak ekan degan ma'noda adashib, ruxsatnomaga ham arizza tashlashib boryapti, texnik loyihani qo'shib. Turar joyiga loyiha, masalan, yashash uchun qurilgan narsaga loyiha kelish qilib, texnik loyiha qilib, loyiha kelishga ariza berishadi. Agar magazin qilib, u yerda magazin qilib foydalanaman, masalan, birinchi qavatini magazin, ikkinchi qavatini turar joy qilaman deysa, unga ruxsatnomaga ariza tashlashib, ruxsatnoma olishib keyin qilishadi loyiha kelishishda. Shunga nima qilib o'tib olishlari kerak. Endi ya'ni texnik loyihasiz uyimizga qurilish boshlaydigan bo'lsak, bo'sh turgan joyiga bir mehmonxona, shunga o'xshash bir xonadon, oshxona qurmoqchi bo'lsak, ya'ni arxitekturadan texnik loyihaga ruxsatnoma olishimiz kerak. Agar olmasdan qiladigan bo'lsak, biron bir jarima, biron bir ogohlantirish bo'ladimi yoki? Bor. Hozirgi kunda o'sha Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 28-martdagi sonli qaror qabul qilingan. Unga ko'ra 192-sonli qarori bor. Davlat arxitektura nazorat departamenti tomonidan ruxsatsiz qurilgan bino inshootlari uchun jarimalar hozir kuchga kirganda. Masalan, turar joy, masalan, jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, ularga o'sha 150 baravargacha, noturar joylarga 200 baravargacha. Necha pulgacha jarima qo'llaniladi? 61 million 800 mingdan, noturar bo'lsa 83 milliongacha jarima qo'llaniladi. Uni qilmaslik uchun avvalo shu oldingi texnik loyihani qilib, agar noturar bino bo'lsa, noturarni ham aytib o'tib ketaveraylik. Noturar bino bo'lsa, siz aytgan ruxsatnomani olish kerak. Avvalo hujjati, yerga huquqi bo'lsa, yeri ro'yxatdan o'tgan bo'lib, huquqi bo'lsa, o'shanga ruxsatnoma olish kerak. Avvalo ruxsatnoma olingandan keyin etapi APZ qilinadi, loyiha qilinadi, loyiha kelishuvlar qilingandan keyin mana endi agar 300 kubgacha bo'lsa, o'zi tumanda o'zida bo'ladi. 300 kubdan katta bo'lsa, Gasin degan tashkilotimiz bor. Undan ro'yxatdan o'tib, o'sha xabarnoma berib, keyin qurilishni boshlash kerak. Loyiha kelishish hamma yo'q bo'lgandan keyin. Shunda hozirgi kunda qonuniy ketadi. Bunga sabab masalan hamma turar joy quryapti turganda plus tomonlari hozir biz eshitganda, voy u odam o'zini uyiga ham endi bir ruxsatnoma bilan, asli buni foydali taraflarini ham aytib o'ting. Foydali tarafi xalqimizga qanday foydali bunaqangi qarorlarni asli prezidentimiz tomonidan mana shu Vazirlar Mahkamasiga topshiriqlar bilan bo'lib, xalqning foydasi uchun, xalqning manfaati uchun chiqarilgan qonun qarorlar. Buni qanday foydasi bor? Foydasi masalan biron bir noqonuniy qurilishlar oldi olinadimi? Qo'ni qo'shni orasidagi ziddiyatlarmi? Xuddi shu. Masalan, qo'ni qo'shnini bir-biri bilan kelishmovchiligi chiqishi mumkin. Masalan, tomini, suvini oqishi mumkin bir-biriga. Keyin o'sha o'zini chegarasidan chiqib qurib qo'yishi mumkin. Masalan, mumkin bo'lmagan joyga qurishi mumkin. Masalan, o'zining turar joyi mumkin chegarada, lekin ertadan keyin ko'chani kengayishi bor. Boshqa qizil chiziq degan narsalar borda, ularga e'tiborsizlik qilib qurib qo'yadi-da, keyin haliginga loyiha kelishi hujjat qila olmay qolishi mumkin. Ertadan keyin o'sha tushuncha, masalan, uy joy deganda, masalan, qurib
ertaga buzib yuboradigan narsa emas-ku. to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun uni qurgani Ya'ni ancha asli rasxod bu qiladi. Qonun, qarorlar Faqat tom xalqimizning foydasi uchun bo'lyapti. Foydasiga qanaqangidir qurib bo'lgandan keyin keyin mana ko'rdik o'zimiz sinoz xuddi paytlarida shunaqa narsalar. qancha insonlarni yo'lda bo'yiga chiqib ketganligi hisobiga uylari buzilib ketdi. Mana shunaqangi ko'ngilsizliklarni Yana oldini oldin- olish uchun Vazirlar Mahkamasi tomonidan akam aytgan qarorlar bo'yicha qarorlar chiqarilgan. Xullas kalom, uy-joy qilmoqchimisiz, uyingizga qanaqangi qurilish qilmoqchisiz? Albatta, o'zimizda arxitekturaga qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar arxitekturaga borib texnik loyiha qilib keyin qurilish boshlaydi. Texnik loyihasiz qurilish boshlab jarimani akamiz aytib o'tishdi. Jarimaga tushib qolib, diqqat bo'lib, o'ylanib gap borku haligi xalqimiz orasida qonunni bilmaslik jazodan qutqarib qolmaydi. Mana shu qonunni bilmaslik bo'lib turib, men bilmadim, men ko'rmadim, men eshitmadim degan gaplar keyin ketmaydi. Mana shunaqangi qarorlarni, mana shunaqangi qonunlarni yaxshi bilib olaylik. Mana shunaqa videolarni iloji boricha saqlanib qilib olinglar. Qarindoshlar, yaqinlar, do'stlar gruppasiga yuborib qo'yinglar. Bilib olishsin, ya'ni qurilish qilishlikdan oldin mana shunaqangi to'liq hujjatlar bilan keyin qurilish qilishni tavsiya qilamiz. Mana shunday bizga savol-javoblarimizga yo'q demasdan labbaydi mana shu savollarimizga javob bergan viloyat arxitektura, Rishton arxitektura bo'lim boshliqlariga, arxitekturaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu videoga like bosib, barcha yaqinlarga yuborib qo'ying.